Assalomu alaykum. Bugun aylanada 9 nuqta, ya'ni окружность 9 точек degan teorema ko'ramiz. Teorema, как lemma desam bo'ladi. Demak, mana shunaqa ABC uchburchak berilgan, ixtiyoriy balandliklar tushirilgan, tomonlariga mana tushirilgan. H nuqtada kesishda, H nuqta bu o'rta sentr deyiladi. Balandlik kesish nuqtasi. Demak, endi balandliklar H nuqta bilan uchlarigacha bo'lgan masofani o'rtasini L nuqta, H bilan A ning o'rtasini K nuqta, demak H bilan S ning o'rtasini N nuqta deb oldik. Keyin AB tomonining o'rtasi, ya'ni S1, B S nuqtaning o'rtasini A1, demak AC nuqtaning o'rtasini B1 nuqta deb olsak va balandliklar HA, HB, HC nuqtalar desak 9 ta nuqta bitta aylanada yotadi degan bir katta bor, teorema bor. Xo'p, o'sha qanaqa isbotlaymiz? Demak, birinchi o'rinda mana bu o'rtasi bo'lgandan keyin mana bu o'rta chiziq bo'ladi. Mana o'rta chiziq bo'ladi, ya'ni S1A va B. Demak, mana uchburchakni ko'ryapsizlarki, demak, mana bu o'rta chiziq, ya'ni tomonlarni o'rtalari yarmi olingan. Demak, A1, S1, B1, ya'ni A1, B1, S1 bu uchalasi aniq aylanada yotadi. Demak, ixtiyoriy uchburchakka tashqi aylanada chizsa bo'ladi. Xo'p, buni ko'rdik. Endi mana buni ko'rsakchi. Mana. Demak, mana bu trapetsiya bo'lyapti, ko'rayotgan bo'lsangiz mana bu. Ya'ni B1, HB, A1, S1 bu hammasi xullas mana bu trapetsiya. Demak, A1, B1 bu AB tomoni yarmiga teng. AB tomoni yarmiga teng. Va mana uchburchakdan esa mana to'g'ri burchakli uchburchakdan chiqqan, to'g'ri burchakdan chiqqan va teng 2 bo'lsa medianasi bo'ladi. Demak, S1 bilan S1H B bu mediana, mana bu uchburchak. Ya'ni mediana esa to'g'ri burchakli uchburchakda AB ning yarmiga teng. AB ning yarmiga teng. AB ning yarmi esa mana bu o'rta chizig'i edi bu ham A1 B1 degani. Demak, bu ikkalasi teng bo'lyapti. Demak, teng yonli trapetsiyaga tashqi aylanma chizsa bo'ladi. Demak, mana nuqta ham isbotlandi. HB nuqta ham. Demak, bu 4 ta nuqta bitta aylanada yotishini isbotladik. Xuddi shunday analogически mana bu bilan mana. Demak, HB, A1, HA, S1 da ham xuddi shu metodda qilsak, teng yonliligi kelib chiqadi. Chunki mana bu o'rta chiziq va mana bu uchburchak uchun to'g'ri burchakli uchburchakda mana bu mediana bo'ladi va AB ning yarmiga teng. Demak, bular teng yonli trapetsiya bo'ladi. Va teng yonli trapetsiyada esa teng yonli trapetsiyaga tashqi aylanma chizsa bo'ladi. Demak, HA ham o'sha aylanada yotadi. Demak, qo'shdik. 5 ta nuqtani isbotladik. Endi mana bunaqa qilsakchi. Mana. Demak, mana bu HB, A1, HC, S1 bular trapetsiya. Demak, mana bu BC ning o'rta chizig'i va mana bu uchburchak uchun esa HC dan A1 ga o'tkazilgan bu mediana. Demak, BC ning yarmiga teng. Demak, HC ham teng yonli trapetsiyaga tashqi aylanma chizish mumkin bo'lgani uchun HC ham bizning anomizga kiradi. Demak, 6 ta nuqtani aniqladik. Eng qiyinti endi bizga nima desalaringiz, L, K va N nuqtalarini shu aylanlarda yotadimi yo'qmi? Demak, keling, mana bunaqa qilib birlashtirsak, chizsak. Demak, chiroyli kartina hosil bo'ldi. S1, L, N, B1. Demak, bu yerda biz nimalar qila olamiz?
Demak biz bu yerda demak qarangizlar. Mana bu uchburchak, mana bu uchburchak va mana bu uchburchak bu o'rta chizig'i bo'ladi. Mana bu o'rta chizig'i bo'ladi. Demak, o'rta chizig'i bo'lgandan keyin mana bu uchburchak uchun ham demak, mana bu uchburchak uchun ham xullas bu bilan bu o'rta chizig'i bo'lgani uchun demak qarangizlar, mana bu uchburchakka mana o'rta chiziq, demak b'sini yarmiga teng mana tomon ln. Demak, общий uchburchak uchun ham mana bu c1 bilan b1 o'rta chiziq. Demak, mana bu ikkalasi tengligi kelib chiqdi. Demak, endi yana nimalarni isbotlay olamiz? Demak, isbotlaymiz. Mana bunaqa chiziq o'tkazsak, uni diagonali o'tkazsak, bu o'tkazsak, xo'p. Demakki, mana bunaqa diagonali o'tkazsak, mana shu. Mana 90 gradus. Ko'rib turibsizlarki, mana 90 gradus. Demak, mana bu diametr. Mana bu diametr. Endi mana bu shu diametr bo'lsa, demak, bunga esa tiralgan yo'y qaysi edi? Bunga tiralgan. Bunga tiralgani mana 90 gradus bo'lgandan keyin mana diametr bo'ldi. Buni ham diametrligini isbotlashimiz kerak endi. Diametrligini qanday isbotlaymiz? Demak, mana bu diametrligini isbotlashimiz uchun esa mana. Demak, mana bu ga tiralgan mana HB burchak 90 gradus, demak, bu ham diametr. Demak, bu ham diametr bo'lsa, ular bitta nuqtada kesishadi. Bitta nuqtada kesishgandan keyin bir-biriga teng bo'ladi. Ana ularni diagonallarni. Demak, bu ham 90 gradusga kelib chiqadi. Bu ham 90 gradusliga kelib chiqadi va bunga aylanla chizsa bo'ladi. Demak, L nuqta ham anavda yotadi. Aylanlarda yotadi. L N ham N nuqta ham yotadi. Demak, biz endi mana va K ni isbotlashimiz kerak. Bitta nuqta qoldi. Buni mana nima qilamiz? Buni bunga chizamiz va xo'p, K ni chizamiz va buni bunga o'tkazamiz va bunday qilsak, bu ham xuddi boyagi usuldek bo'ladi. Ya'ni buni bunday diagonal o'tkazsak, bunga operatsiya bo'ladi, ya'ni tiralgan bo'ladi. Bu 90 gradus, bu ham 90 gradus. Demak, bu ham diametrli kelib chiqadi. Bu to'rtburchakka ham tashqi aylanchisa bo'ladi. Ya'ni K anaga 9 ta nuqta demak kiradi. Demak, окружность 9 точек bu yerda chizmada endi juda anav bo'lib ketdi. Bir nechta holatlardan qarab osongina 9 ta nuqta bitta aylanada yotishini isbotlandi.